Assalomu alaykum O'smon Shop obunachilari. Bugun sizlarga sandiqlarimizni to'liq obzor qilib beraman. Bu sandig'imizga keladigan bo'lsak, Hightech 11 bo'ladi. Buni kattasi 1.4 bo'ladi, yana kichkinagi 75 bo'ladi. Buni ochilishlari bilan ko'rsatib beraman. O'rtaga bitta stoyka bilan nasos qo'yiladi. Oyoqlari ham yaxshi bo'ladi. Yaxshisini olib qo'yamiz. Buni laklari turetskiy bo'ladi. Bu bejviy rangi Hightech'da. Bu yoqdan ko'rinishlari. Bu esa 12 lik tilla bo'ladi. Buniki ham 1.4 ga 75 bo'ladi faqat. Buniki 77 bo'lsa, buniki 75. Anaqasi bo'ladi. Buni 3 xil rangi bor: tiri, bronza va orexiy rangi bo'ladi. Bu ham xuddi shu nasos qo'yiladi. Anaqasi anaqa qo'yaveramiz. Magnit ochilishiga shu bitta usha oladi. Bu anaqa modelimiz 15 lik, Hightech 15 lik modelimiz. Bu yoqdan ko'rinishlari, onasi bu bolasi. Bu kattaroq bo'ladi, 1.9 bo'ladi anaqasi. Bolasiniki 80 cm bo'ladi. Balandligi 54 bo'ladi. Bu Hightech mebellaringizga bemalol tushib ketadi. Ham ichi keng bo'ladi, buni ancha keng bo'ladi ichi. Kashmir rangi, o'sha 11 Hightech'da kashmir rangi bo'ladi bu. Bu ham 11 lik. Aytganimdek, tepada Hightech 01. Buki 1.7 ga 77 cm bo'ladi. Bu oldiga ochiladigan qilingan, holicha tepaga ochiladigan qilib beramiz. Bu ananas model, tepaga ochiladigan eng hadoviy modelimiz. Bronza rangi. Bu ham shu 1.7 ga 77 bo'ladi. Bu yoqda ham sandiqlarimiz bor, orexiy. Agar qiziq bo'lsa sizlarga telefon raqam qoldiramiz va kommentariyaga sanduq so'zini yozib qoldirsangiz, batafsil ma'lumot beramiz.